homiy bo'ling va sizning loyihalaringiz bizning videolarda namoyish etiladi. Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Orolli shar yer sayyorasiga 20 sekunddan so'ng tushadi. Nima? Men hech narsaga tushunmayapman. Nega? Buni sivilizatsiyasida emasman. Mayli, bu muhim emas. Menimcha pechenyelar qirolini sivilizatsiyasiga borish vaqti keldi. Nima? Men qayerdaman? Nega sivilizatsiyada emasman? Nima bu? Katta pechenyami? Axir men hozir qulayman-ku. Yo'q, bo'lishni xohlamayman. Wow! Jonurson, bu qanaqa joy o'zi? Yo xudoyim, bu nima, sutmi? Nima bor, bu yerda hamma narsa pechenyedan qilinganmi? Aql bovar qilmaydi. Menimcha men pechenye sayyorasidaman va menimcha bu pechenyelar hukmdorining uyi. Yo, daraxt nima, chupa-chupsdan qilinganmi? Agar pechenye blokini sindirsak, menga pechenye tushadi. Yana oldimmi? Xo'sh, ko'raylikchi. Yo, ulardan boshqa narsalar ham tushyapti. Ular xuddi Lucky bloklarga o'xshaydi. Bu endi meni yagona ovqat manbayim. Kelinglar, yaxshisi, pechenyelar hukmdorini sivilizatsiyasini qidiramiz. Xo'sh, balki mana bu narsa menga nimadir ko'rsatar. Xo'sh, bizda sutli shashara, zanjabilli kvars yo'q, kerakmaydi. Pechenyelar qirolligi va shahri. Menimcha qiziqarli bo'ladi. Balki u yerda yangi do'stlar orttirarman. Siz esa obuna bo'ling. Jonurson, buncha ko'p pechenyelar hukmdorini haykali. Menimcha u bu yerda katta ahamiyatga ega. Wow, sutli shashara. Xo'sh, bu juda ham ajoyib. Qani bir ichib ko'ray. To'xta, unutibman, axir Minecraftda sut ichish mumkin emas. Yaxshi, menimcha yaqin qoldi. Hammasi joyida. Biz yetib keldik. Jonurson, bu juda mazali ko'rinyapti. Men u yerda shirinliklar yugurib yurganini ko'ryapman. Salom sayohatchi, pechenye shahriga xush kelibsan. Yo, katta rahmat. Xo'sh keling, bu shaharni ko'rib chiqamiz. Bu juda ham ajoyib-ku. Kichkina pechenyelar u yoqdan bu yoqqa o'ynashyapti. Menimcha ular juda band ko'rinyapti. Keling, men ham o'zimga ish topaman. Qo'y, pechenye, qayerda ish topish mumkinligini bilasanmi? Kechirasiz, men shoshayapman. Men mana bu shakar litsenziyasini olib borishim kerak. Xo'sh, balki mana shu yerda sotuvchilar meni ishga olar. Qo'y, kostyumli pechenye, bu yerda nima qilasan? Men senga xohlagan narsangni sotaman. Yo, bratan, menga ham biznes yoqadi. Juda mazali. Nima balo izdivasiya qilyapsanmi? Qara tez do'konimdan yo'qol. Yo, salom pechenye, menga ish topiladimi? Shakar qamish fabrikasiga xush kelibsiz. Sizni qiladigan ishingiz chupa-chupslarni pechenye hukmdoriga olib borish. Nahotki chupa-chupslar pechenye hukmdoriga olib boriladi? Xuddi shunday. Xo'sh, nega? Chunki bizning sayyoramiz katta chupa-chups soatiga 170 ta chupa-chups olib borasan. Mayli, menga bu ish yoqyapti. Xuddi pechenye tayyorlashga o'xshaydi. Chupa-chupslarni pechenye hukmdorining oldiga olib borib, juda boy bo'lishiga qaramay, boy qilish vaqti keldi. Qo'y, qadrdonim, qani menga tezroq chupa-chupslarni tashla, men ularni yemoqchiman. Xavotir olma, menda ulardan juda ko'p. Menimcha sen yangi kelgan va juda badbashara ekansan. Pashol naxoy. Qani tezroq hukmdorga olib bor. Albatta, men ularni pechenye hukmdoriga olib boraman. Hukmdorni juda ko'rgim kelyapti. Xo'sh, mayli, ish kuni tugadi, meni lov qilib 30 ta chupa-chups berishdi. Mayli, nima bo'lganda ham hamma pechenyelar o'z uyiga borishyapti. Mayli, men ham bora qolay. Uylar tekin, naqadar ajoyib sivilizatsiya. Xo'sh, bizda shokoladli kravat, sandiq va u hukmdor deb yozilgan pechenye hukmdorini rasmi. Mayli, borib uxlay. Axir bugun juda charchadim. Yaxshi, xayrli tun do'stlar. Ertaga ko'rishguncha. Mana shu shovqin qiluvchi qo'shinlar jonimga tegdi. Yana dirayapsizmi? Nimalar bo'lyapti? Tezroq shoshiling. Pechenye sayyorasida urush bo'lyapti. Pechenyelarning izidan borganim ma'qul. Qirollikka borishimiz kerak. O'zi biz bilan kim urushyapti? Bu boshqa sayyora. Ular bizni yeyishmoqchi. Jonurson
Jenoson. Kechirasiz, bilaman buni mavrid emas, lekin atrofimda yugurib yurgan mazali pechenyelarga qarang. Menimcha ular boshqa shaharlardan. Ha, biz jang qilamizmi? Ha, biz pechenye sayyorasini himoya qilishimiz kerak va shahrimizni ham. Yo, bu juda dahshatli. Shuning uchun sizni pechenye armiyangizga qo'shilaman. Ha, janob. 69 milliondan ortiq pechenye bu sayyora uchun kurashyapti. Biz bu urushda yutqazmaymiz. Hammasi joyida. Menimcha biz pechenye qirolligimizga yetib keldik. Jenoson juda katta ekan. Qani olg'a, ko'taga tiqinglar. Diqqat barcha pechenyelar. Biz Chef Powerlar deb ataluvchi sayyora bilan jang qilmoqchimiz. Chef Powerlar mendan tashqari hamma pechenyani yeyishmoqchi. Bir necha soat o'tganiga qaramay aholi soni 4 millionga qisqardi. Chef Powerlar bizni yeb ulgurmasidan har bir pechenye sayyora uchun kurashishi kerak. Yo, kelinglar biz ham tayyorlanamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar bu sayyorani himoya qilaman. Xo'sh, boshqalarning izidan boraychi. Aytgancha obuna va donatlarni unutmanglar. Sen osmonda jang qilasan, agar seni asirga olishsa, qirollik qayerdaligini aslo ayta ko'rma. Sen yerda jang qilasan, idina qo'yindi. Sen urushda jang qilasan. Ha, mayli, davom etamiz. Jenoson, nimagadir bu urush meni xavotirga sola boshladi. Bu meni birinchi jang qilishim bo'ladi. Xo'sh, chiqib ketdik. Yo, Jenoson. Hozir nima bo'ldi o'zi? Xo'sh, qani kelinglar. Men bilan jang qilmoqchimisan? Qani bu yoqqa kel. Menga pechenye ber. Men juda mazali pechenye xohlayman. Bratan, mabodo tup qo'ymasmisan? Men pechenyeni sevaman. Men pechenyeni sevaman. Qani menga tezroq pechenye ber. Men pechenyeni sevaman. U og'izda erib ketadi. Yo'q, menga yaqinlashma. Oilam pechenye yeydi. Men esa pechenye sayyorasini yemoqchiman. Aha, yo'q, hozir meni yengib ol, Chef Power. Sen meni jonimga tegding. Nima, voy jalla. U qanday bunchalar katta bo'ldi? Men nomusdagi pechenye xohlayman. Qo'y, bu yerda yo'qol, menga yaqinlashma. Bunday qilishda hatto o'ylama ham. Yo'q. Xo'sh, jonim qani bor. Yo'q, menga yaqinlashma. Men tushlikka ham, kechqurunga ham pechenye yemoqchiman. Bilaman, hozir mavrid emas, lekin iltimos tezroq obuna bo'ling. Qo'y, menga kimdir yordam bermaydimi? O'zi nimalar bo'lyapti bu yerda? Yo'q, hazillashyapsizmi nima buni? Ular juda ham ko'p. Yo, xudoyim, biz ularni yegolmaymiz. Qani tezroq, hammamiz chekinamiz. Jenoson, ularning afzalliklari bizdan ko'pligi. Jenoson, hamma portlashdan o'lib ketdi. Qani tezroq qurbaqachon qochishimiz kerak. Jenoson, u izdivosha qilyaptimi? Hatto o'qlar ham ish bermayapti. Qurbaqachon biz lagerga qaytishimiz kerak. Qani tezroq. Pechenye xohlayman. Qani tezroq yigitlar, meni kemamga o'tiring. Ular allaqachon sizning orqangizda. Bizda umuman vaqt yo'q. Jenoson hozir bizga Nautidan hujum qiladi. Xavotir olma, u bilan o'zim shug'ullanaman. Qani ketdik. Idin, nahoy. Bu juda yaqin edi. Hozir qayoqqa ketyapmiz? Biz bazaviy lagerimizga uchyapmiz. Ammo men yutamiz deb o'ylamayman. Tushunmadim, nima demoqchisan? Pechenye sayyorasi paydo bo'lganidan beri bunday kuchli raqib bilan jang qilmagandi. Menimcha yagona chora bu yerdan tuyoqni shiqillatish. Yaxshi, tushunarli. O'zi qancha pechenye qoldi? Ular ko'p emas. 24 soat ichida aholi soni 80% ga qisqardi. To'xta, pechenye hukmdori-chi? U jangda qatnashadimi? Yo'q, pechenye hukmdori jangda qatnasha olmaydi. Agar mabodo qaysidir Chef Power pechenye qirolini yeb qo'ysa yoki o'ldirsa, butun sayyora yo'q bo'ladi. Hozirda u maxsus qo'riqlash xizmati bilan birga.